Manchester City Abduqodir Husanov bilan xayrlashdi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Josep Guardiola boshqarayotgan Manchester City tarkibidagi bir qator yetakchi futbolchilar yaqin 2 hafta davomida milliy terma jamoalari safiga qo'shilib, xalqaro maydonlarda o'z iqtidorini namoyon etadi. Jami 20 nafar o'yinchi turli musobaqalar va o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etishi kutilmoqda. Qarabog' kubogidagi g'alabadan keyin shaharliklar ichki chempionat bahslaridan qisqa muddatli tanaffus olish imkoniga ega bo'ldi. Bu esa futbolchilarga jismoniy va ruhiy jihatdan tiklanib, milliy jamoalari safida yanada faol harakat qilish imkonini beradi. Mart oyi City uchun har xil natijalarga boy bo'ldi. Jamoa Premier Ligada muhim ochkolarni yo'qotib, Nottingham Forest va West Ham bilan durang qayd etdi. Shuningdek, UEFA Chempionatlar Ligasida Real Madridga qarshi 2 uchrashuvda ham imkoniyatni boy berib, musobaqani tark etdi. Biroq Angliya Kubogidagi muvaffaqiyat jamoa uchun muhim burilish nuqtasiga aylandi. Newcastle ustidan safarda qo'lga kiritilgan g'alaba orqali City chorak finalga yo'l oldi va endilikda o'z maydonida Liverpoolga qarshi hal qiluvchi bahsni o'tkazadi. Xalqaro tanaffus davomida Manchester City futbolchilari turli darajadagi bellashuvlarda ishtirok etadi. Kimdir yoshlar terma jamoalari doirasidagi saralash bahslarida, yana boshqalari esa o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushadi. Bu esa har bir o'yinchi uchun qo'shimcha tajriba va formada qolish imkonini yaratadi. E'tiborli jihati shundaki, O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ham mazkur ro'yxatdan o'rin olgan. U terma jamoa safida Gabon va Venesuelaga qarshi uchrashuvlarda ishtirok etib, o'z salohiyatini namoyon qilish imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga ayrim futbolchilar bu yig'indan chetda qoldi. Marcos Bettinelli, Nico, Bernardo Silva va Savino terma jamoalarga chaqirilmadi. Ruben Dias, Joshko Gvardiol va Matteo Kovacic esa jarohat sabab tiklanish jarayonida bo'lgani uchun maydonga tusha olmaydi. Qisqasi, Manchester City uchun xalqaro tanaffus nafaqat dam olish, balki kelajakdagi katta o'yinlar oldidan kuch to'plash va futbolchilarning individual o'sishi uchun muhim bosqich bo'lib xizmat qiladi. Muxlislar esa o'z yulduzlarini turli mamlakatlar bayrog'i ostida kuzatish imkoniga ega bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.